Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolajonlarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Farzandlaringiz sog'lom rivojlanishini istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Samolyotda odam isib ketsin, nima qilish kerak? Oynanadan ochish kerak. Oynadan. Samolyotda-ya? Ha? Oynasinimi? Suga kirsa kerak. Sabada. Suga bilanchi suga narsacha turadi-da, sen suga kirsa havo keladi. Ha, shunaqa narsacha bilan bunaqa qilsa havo keladi. Agar ushlatsa suga kirsa keladi havo. Konsertni yoqish kerak. Konser qayerda oladi samolyotda? Anaqa qiladigan konsertni bor, o'shani sotishadi-da, olishadi-da, o'ziga havo qo'yishadi. Ha, o'zi bilan mana bunaqa qilib olib yuradi-da, keyin. Juda ham yaxshi. Sovuqqina kiyimini kiyadi. Sovuqqina? Qanaqa bo'ladi u sovuq kiyim? Futbolka kiyadi. Oyna oynasi bo'lmaydi-ku. Oynasi bo'ladi, endi ochib bo'lmaydi. Nima qilsin? O'sha ochib bo'lmaydi, pardasi bo'ladi. Havoyini ochaylik. Yo'q, anaqasiga yetamiz-da, nima edi, qariydi-ku. O'shanga yetamiz. Havo qayerdan bo'ladi, desa konsertni yoqib beradi. Qaysi kasblarni bilasizlar? Mana masalan o'qituvchi, yana Pazanda. pazanda, xo'p, yana Pajarni. militsiya, pojarniy, yana Shifokor. shifokor, yana Tish doktori. tish doktori, Yana o'quvchi. o'quvchi. Sizlar katta bo'lsanglar, qaysi kasb egasi bo'lasizlar? Pazanda. Pazanda. Bloger. Nimaga? Bloger. Bloger? Nimaga? Chunki qo'shiqchi bo'ladi. Esingdami yom 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 yom. Qattan keladi tom 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 bo'laman. Bloger boshqa, qo'shiqchilik boshqa-ku. Bittalar qo'shig'i, bitta chaqaloqlar qo'shig'i. Qoyil, buni tilni faqat men tushunsam kerak, men uydagilarga. Muhammadjon nimaga qizlar pomada suradi? Chunki o'qishga ketadi-da. Ha, o'qishga ketayotganda suradi. Nimaga o'g'il bolalar surmaydi unda? Chunki qiz bola emas-da. Agar qiz bola bo'lsa, sotadi. Agar qiz bola bo'lmasa, sotamaydi. Pomada sursa, labi chiroyli bo'ladi. Nimaga o'g'il bolalar pomada surmaydi? O'g'il bola chunki boshqa narsalar qiladi. Nimalar qiladi masalan? Ishlaydi, makiyajlar qilmaydi. Nimaga? Ularga yoqmaydi makiyaj. O'g'il bolaga makiyaj qilsa nima bo'ladi? Ularga yoqmaydi. Bolalarga o'zligiga yoqmaydi. Chiroyli bo'lishdi. Nega bolalar surmaydi? O'g'il bola. Nima bo'pti? O'g'il bola sursa, qiz bola bo'lib qoladi. Sochi o'zgarib qoladi. Qo'llari o'zgarib qoladi. Uzuv taqgan yig'lab qoladi. Nimaga o'g'il bolalarga yig'lash mumkin emas? Men deyman, yo'qlayman deydi. Deydi, mamachasini. Nechami? Kefa shu kasasini ichiga kirsa, kasasini ichadi. Nechami? Ha? Uyda necha bormi? Ha, bizda? Bormi necha? Qo'ldan chiqdi-da faqat. Qo'ldan. Kimni qornidan chiqdi? Qo'ldan bor-ku. Ha, o'shan qornidan chiqdimi? Nimaga o'g'il bolalarga o'g'il bola yig'lash mumkin emas deyshadi? Chunki o'g'il bolalar mushina. Ha, mushi, chunki erkak kishi. Shuning uchun mumkin emas. O'g'il bola chunki mujik bo'lish kerak. Mujik kuch ko'p. Kuch ko'p bo'lish kerak. Katta. Boy uzunroq bo'lish kerak. Yo, osmongacha emas-chi. Yo, normal bo'lish kerak, normal. Normal. Misol uchun o'g'il bola sizga o'xshaydi. Sizdagi bo'yingiz bor-ku, katta. Sizga o'xshashi kerak. Chunki bo'yingiz bir xil, santimetr. O'g'il bolaga o'xshaysan demoqchimisiz? Yo'q, Nima deydi? Bo'yi Yaxshi ko'radi-ku, qayerdan bunaqa deydi. bo'yingiz. Ha, bo'yi uzun bo'lishi kerak, to'g'rimi? Oyingizni jahllari chiqsa nima qiladilar? Dadamni ko'chada otib oladi, yig'laydi ayam. Oyingiz dadangizni otib yuboradilarmi yo dadangiz oyingizni otib yuboradilarmi shunda? Dadamni otib oladi Bekobodda. Faqat onalar keladi-da, kecha Bekobodda. Qo'lida chiqdim deyman. Oyingiz adangizni oynadan otib yuboradilarmi Bekobodda? Oyingiz kuchli ekanlar ancha. Ha?
uyayotganini qo'yishga urinayotganini. Oyizni jahllari chiqsa nima deydilar? Urishadi. Nima deb urishadilar? To'g'risi esimda yo'q. Onani jahli chiqsa. Oilani jahli chiqsa nima qiladilar? 1-2 soat darsimizni jim qilib o'tirishimiz kerak, aytganlarni qilishimiz kerak-da. Qornimiz ochganini qayerdan bilsak bo'ladi? Mana qorningizdagi oshxona qurruq qiladi. Qornimiz ochgani chunki qornimiz rosa og'riydi-yu. O'shandan bilamiz. Ovqatdan. Qayerdan mana bilasiz qorningiz ochganini? Qayerdan bilasiz? Mastdan. Mastdan? Qorningiz ochib keldimi deyman-a? Hamma bolalar shunaqa kelyapti o'z oxirgi payt. Yaqinda bu yerga menimcha ovqatlar qo'yamiz. Shashlik, qozon kabob, Aytamiz, shashlik cho'pizodingiz. Osham pishirdik. Faqat chiziqchalar to'ladi, chenana to'ladi. Osham pishirdinglarmi? Ishani shuk ham ochdi shok. Suv ham ochdinglarmi? Qanaqa qilib bo'yadi, qorningiz yetadi-ku. Qanaqa yetadi qorin? Qornim ochdi deydimi? Yo'q. To'g'ri, mana qo'yadi-da, o'sha qorni ochgan bo'ladi unaqa qilsa. Qoyil. Narsa zakaz qilsa bo'ladi. Yo'q, qanaqa qilib bilasiz qorningiz ochiq qolganini? Chunki agar uydan ovqat yeb kelmasa, qorni ochiq qoladi. Soliha, sizni qaysi gap xafa qiladi? Sen bilan hech kim o'rta bo'lmayapti desa, menga yoqmaydi. Nimaga? Aldiydi chunki. O'rtoqlarim bor. Kim shunaqa degan oxirgi marta? Marjona. Marjona. Nimaga unaqa degan Marjona? Chunki u bilan biz uchganmiz. Uchgansiz? Urushganmiz. Urushgansiz. Nimaga urushgansiz u bilan? U narsa olib keluvdi. Narsasini menga bermadi. Xafa bo'ldi. O'zim ham narsa olib keluvdim. Men bermadi menga. O'shanga urushib qoldik. Narsa bermaganingizga urushib qoldinglarmi? Keyin yarashdinglarmi? Ha. Qanaqa qilib yarashdinglar? Charasi yo'q bo'lganda u bilan o'rtoq bo'ldik. Ha. Lekin endi Nozima keldi. Endi kim bilan o'rtoq bo'lasiz? Nozima bilan. Nimaga? Nozima bilan o'tiraman. Nozima bilan o'tiryapsiz. Nozima bilan o'rtoq bo'lasiz. Charoschi? Charos dachaga ketgan. U ketib qolgan. Nariga o'rtog'ingizchi o'tirmaydi? Marjona. Uchi? Uni o'rtog'i bor, Muntoza. Uni o'zini o'rtog'i bor. Siz endi o'zingiz o'rtog'ingiz bor. Qizlar qaysi so'z sizlarni xafa qiladi? Baqirish xafa qiladi. Sizchi? Nimaga? Jim o'tir desa, men любой narsaga xafa bo'laman. Yomon bitta yomon gapirsa bo'ldi, xafaman men. Shunaqa. Keyin qanaqa bo'zga kelasiz? Yaxshi gapirish kerak, narsa olib berish kerak. Ota-onani qanaqa xursand qilsa bo'ladi? Pulni mana dollarni berib, mana gulladan. Bo'ldi, yetar ishda. Manaqa ayiqchalardan berib, manaqa kerak sovg'a qilib. Siz nimadan xursand bo'lib ketasiz? Nechaga xursand bo'lib. Necha kulsa xursand bo'lasiz, a? Osiyo, ko'ngil aynaganda nima qilish kerak? Duo etish kerak. Barakalloh, qoyil. Sizni nimadan ko'nglingiz aynishi mumkin? Shkolat narsani ko'p yevorsam. Shokoladlarni ko'p yevorsiz, a? Quritish kerak, toshga. Quritish kerak, toshga sechish kerak. Sizlarni nimadan ko'nglingiz aynaydi? Avtobusda undan to'g'ri yursa, bu yoqqa qarab o'tirish, orqaga qarab o'tirish. Ana dumalo yashil o'tgan kuni yedim-ku. O'sha ko'nglim aynatdi kecha. O'tgan kuni. Nima u? Nima edi u? Dumalo yashil. Tasavvur qilinglar, begona ayol oldingizga keldi-da, uylarning oldida. Bolalar yordam berib yuboringlar, shu ikkita paketni 5-qavatga olib chiqib beringlar, siz nima qilasizlar? Qari kampirmi? Yo'q, ayol. Men mayli deyman, chunki u ayol endi. Ayol bo'ldi, qariydi yaqinda. Tasavvur qiling, bitta begona ayol uyingiz oldida turibdi-da. "Voy bola, menga yordam berib yubor, mana shu ikkita paketni 5-qavatga olib chiqib ber" desa, nima qilasiz? Chahamanda kishisi olaman, beraman unga. Paket og'ir bo'lsa-chi? Agar paket og'ir bo'lsa, nima qilaman aytaymi? Dadamni chaqiraman-da, telefon qilaman-da, deymanda. Keladi-da, telefon. Ko'prik ko'prikda o'sha keladi, men deydi, "Kizvatinana bo'l." "Yo'q, ota olma" deydi-da. "Yo'q, ota olma. Men o'sha ol" deydi-da. Telefon solmaydi. Shaka qiladi. Olib chiqib beraman. Og'ir bo'lsa-chi paket?
oyimdan yordam so'rayman. Qoyil. Hadiyman. Paket og'ir bo'lsa-chi? Adam ketaman. Adingiz yordam beradilar, to'g'rimi? Ha. Juda ham yaxshi. Bog'chada eng yoqmaydigan narsa nima? Baliq yoqmaydi. Nega? Chomali ham yoqmaydi. Cho'milish yoqmaydi? Yo'q, chomali yoqmaydi. Chumoli yoqmaydi? Nimaga? Tarankala ham yoqmaydi. Endi tarakan hammaga yoqmaydi. Nimaga? Chunki ular dardaladi. Agar boshi shuga barbakameydi. Agar chishmaga boshi dardi hidi keladi. Maktabda yoqmaydigan narsa yo'q. Nimadir yoqmasligi mumkin-ku. Ha. Nima masalan shu? Yomg'ir yoqqanda tanaffusga chiqmasdan o'rtoqlaringga pul berib yuborasan-da, yeyishga narsa olib kelib beradi. Kasha yeyish nimaga? Yoqmaydi. Kasha yoqmaydimi? Nimaga? Menga kasha faqat yoqadi. Qolgan kashalar yoqmaydimi? Yoqmaydigan kashangizni berib qo'yishsa nima qilasiz? Yemeyman deyman. Bog'chapingiz urushib bermaydilarmi? Olib qo'yadi. Olib qo'yadilar, uni o'rniga nima beradilar yeyishga? Hech nima. Ya, och yurasizmi? Kecha uxlashdan oldin yoqadigan, pevisni yemeyman, tayyorman yoqadigan bo'lsa, yeyman. Ungacha och yurasizmi? Qoningiz ochib ketadi-ku. Yo'q, menga ochmaydi. Qoningiz ochmaydimi? Yo'q, menga o'yin bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Oyingiz bo'lsa shuni o'zi yetadi. O'yin bilan o'yin bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Ha, o'yin bilan oyingiz bo'lsa. Uxlash. Nimaga? Menga yoqmaydi uxlash. Mazza-ku, mazza qilib. 1 soat uxlab berardim men ham hozir. Mazza-ku. Menga yoqmaydi. Masalan, mana sizlar uxlayotganingizda bog'chapinglar nima qilarkin? Все глаза закрыли deydilar. Keyinchi. Hamma ko'zimizni yumganimizda ular anita o'tiradilar. O'tiradilar. Yozadilar narsalarni. Ular ham uxlamaydilarmi? Ular uxlaydilar, lekin boshlari og'risa uxlaydilar. Boshlari og'rimasa uxlamaydilar. Bog'chapingiz jahllar chiqsa, nima deb urishadilar? Так не делайте. Сейчас заведующий приедет deydilar. Заведующий Sana Migmatovna bo'lganlar. Заведующий nima degani? Заведующий degani har doim kiradi bog'chaga qarashni. Har doim kirsa bo'ladi-ku u odam bog'chaga. Qulog'ingiz berib o'rtalarni ko'radi. Matematika darsi. Matematika darsi? Faqat matematika darsi emas, uni rabota nima edi, anaqasi bor. Nima edi? Kontrolni. O'sha yoqmaydi. Kontrolni yoqmaydi. Nimaga? Chunki o'tda misollar bo'ladi, zadachalar bo'ladi. Ularni yengil o'sha zadachasi eng qiyinda o'shani решать qila olmasangiz bo'ladi. Muhammadjon, nimaga hayvonlarni zooparkda, hayvonot bog'ida saqlashadi? Chunki normalniy deyadi-da, normalniy, napilon normalniy deydi. Normalniy deydi, keyin saqlashadi. Qaysi hayvonni qo'yib yuborgan bo'lardingiz? Ilonni qo'yib yubordim. Nega? Odamlarni chaqadi-ku. Ishamandagi va onadonni topib olaman. Ilon nima? Ilon chunki shuga kiradi-da. Farzandlaringizda ich qotish yoki ich ketish muammolari bor bo'lsa, unda Jeki probiotika sizlarga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Mittilar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qiling yoki internet tarmoqlarida murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.